Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan judayam mazali bahor faslida yangi chiqqan sabzavotlardan va qo'y go'shtidan judayam mazali dimlama tayyorlaymiz. Bizga kerakli bo'lgan mahsulotlar qo'y go'shti, dumba, qo'y go'shtini qovurg'ali qismlari xohishga qarab lahm joylaridan ishlatamiz va har xil barra sabzavotlardan foydalanamiz. Go'shtimizni bo'laklarga bo'lib olamiz. Turli xildagi sabzavotlarimizni ketma-ketlikda to'g'rab olamiz. Piyoz, sabzi, pomidor, bulg'or qalampiri, kartoshka, karam, chesnok va ko'katlar. Ayni bahor faslida yangi uzilgan sabzavotlardan judayam mazali, judayam foydali dimlama bo'ladi. Bu dimlamani o'choqda tayyorlayman. O'choqni mazasi bilan yana ham zo'r bo'ladi. Sabzavotlarni xohishga qarab bo'laklarga bo'lib olamiz. Biroz kattaroq bo'lsa yana ham yaxshi, shunda unaqa ezilib ketmaydi. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Oldinda sizlarni juda ham zo'r, qiziq videolar kutmoqda. Telegram kanalimizga ham ulanib oling. Telegram kanalimizda YouTube'da yo'q retseptlarimizni topishingiz mumkin. Bundan tashqari Telegram kanalimizda pullik onlayn kurslarimiz bor. Ya'ni turli xildagi tort, pirojniy, taomlar, salatlarni uydan chiqmagan holda pullik onlayn kurslarimizga qo'shilib, noldan boshlab o'rganishingiz mumkin. Onlayn kurslar juda ham hamyonbop narxda va juda ham sifatli video darslar orqali noldan boshlab o'rgatiladi. Telegram kanalimizga ulanish uchun video tagidagi havolani bosing. Sabzavotlarni va ko'katlarni to'g'rab tayyorlab oldik. Endi qozon tagiga o'tinlarni joylab olamiz. Qozonimizga birinchi bo'lib to'g'ralgan dumbani terib chiqamiz. Boshqa yog' solmaymiz. O'zi judayam mazali bo'ladi. Qo'y go'shti va dumba bilan. Go'shtlarimizni ham terib chiqamiz. Dimlamaga hamma mahsulotlarni qozonga ketma-ketlik bilan terib olganimdan keyin tagida olovini yoqaman
va shunda o'zi sabzavotlarni, go'shtni suvi chiqib, o'zini suvida o'zi pishadi. O'choqda tayyorlaganim uchun, o'choqda baribir olov biroz balandroq va kuchliroq qizdirgani uchun birozgina suv qo'shdim dimlashdan oldin, lekin gazda tayyorlaganimda dimlamaga hech qachon suv qo'shmayman. Sabzavotni, go'shtni, hamma mahsulotlarni o'zini seli, o'zini suvi chiqib, o'zini suvida pishadi va juda ham mazali bo'ladi. Karamni terib chiqamiz, chesnoklarni teramiz, ko'katlarni sepamiz. Jambul degan ko'kat bo'ladi bozorlarda. O'sha ko'katdan topib dimlamaga va sho'rvalarga qo'shsangiz juda ham zo'r maza beradi. Men bu safar ishlatmadim. Yana tabga qarab tuz sepamiz. Birozgina suv quydim. O'choqda tayyorlaganim uchun. Qozonimizning ustini yopib, olovni yoqamiz. Bitta qaynab chiqqandan so'ng past olovda 1,5 soat dimlab qo'yamiz. Gazda tayyorlasam 2 soat dimlab qo'yaman. Past olovda suv quymasdan o'zini suvi chiqib, juda ham xil bo'lib pishadi go'shtlari ham. Demak, 1,5 soatdan so'ng qozonimizni ochamiz. Mana juda ham sersuv bo'lib, yumshoqqina bo'lib, mazali bo'lib ovqatimiz tayyor bo'ldi. Chiroyli qilib laganga suzib dasturxonga tortishimiz mumkin. Ayni bahor faslida yangi chiqqan sabzavotlar bilan va qo'y go'shtida juda ham mazali bo'ladigan dimlamamiz tayyor bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Kanalimizga ham ulanib oling. Bundan keyin ham sizlarni zo'r videolar bilan xursand qilaman. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. E'tiboringiz uchun tashakkur. Sizlarga cheksiz hurmat bilan Mahfuzaxon Rahimova. Salomat bo'ling.